Hozir Xudoyim menga bir yomon insonni ortidan bir yaxshi insonni chiqib qo'ydi-da. Kecha shaharga keldim. Kelsam, elektr veligimni dami ikkalasi ham chiqib ketgan ekan beskamirda. Keyin ertaga o'shani dam soldiraman-da dedim. Oldinga olib borgan joyimga olib borsam, u odam yo iloji yo'q deyapti. Aka dedim, shu dam solib berishda iloji bormi? Hech bo'lmasam dedim, yo'qlamasam vaqt ko'p ketmaydi-ku, ketsa bir 30 sekund vaqt ketadi. Yo'q, umuman iloji yo'q. Sizga aytdimki, akammisiz, ukammisiz, okamisiz, ukammisiz deyapti-da. Xo'p dedim, aka dedim. Shunda yo'l-yo'lak ketyapman. Qarasam, yana bitta o'shanaqa organizatsiyaga ko'zim tushib qoldi. Shunda bordim, iloji bormi, assalomu alaykum, iloji bormi desam, bo'ldi dedidan keyin damam solib berdi, yo'qlaman berdi-da. Ko'ryapsizlarmi? Bir shunaqangi yomon insonning ortidan bir yaxshi insonni ham Xudoyimning o'zi yuborar ekanda. Boyagi inson dam solib berdi, pulimni ham olmadi. Nima demoqchiman bu gapim bilan? Boyagi dam solib bermagan insonda bo'lmasam vaqt ko'p ketmaydi-da. Boyagi xotirjamlik yo'q. Ko'ryapman, ishida bir nima yo'q. Jahl qilib shunaqa qilib yotibdi ishchilarga, boshqalarga. Lekin bu insonning ko'ngli ochiq, samimiy, ishi ham yurishyapti, hammasi joy-joyida.